Assalomu alaykum. Bugun sizlarga rus millatiga mansub ajoyib shirinlik muravenik, ya'ni chumoli ini shirinligini o'rgataman. Buning uchun 200 g muzdek margarin yoki sariyog'ni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan margarinni un bilan yaxshilab uqalab, urvoq shakliga kirgizib olamiz. Endi unli massamizning ustiga 2 tuxum, sut, shakar solib, xamirni qorishni boshlaymiz. Xamir uchun umumiy hisobda 400-450 g un ketadi. Agar qo'lga yopishadigan bo'lsa, ozginadan un sepib, elastik xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lib, 2 soatga morozinlikka yuboramiz. Toshdek qotgan xamirimizni muzxonadan olib, duxovka listiga bir tekisda qirg'ichdan o'tkazib olamiz. 170-180 gradusda pishirib olamiz. Mana shunday holatda pishib chiqqan muravenikimizni xamirlarini qo'lda yoki choperda maydalab olamiz. Asosiysi juda ham mayda bo'lib ketmasligi kerak. Endi esa kremini tayyorlab olamiz. Bir banka qaynatib quyultirilgan sutga 150-200 ml quyultirilgan sut, ya'ni zgushonkani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu massani urvog'imizni ustiga solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Muraveniklarimizga shakl berish uchun mana shunday kichkina krushkacha tanladim. Shu yerda ozgina xato qilibman. Muravenik xamirini krushkani ichiga qattiq bosib kirgizganim uchun u ko'chishi qiyin bo'ldi, lekin siz unday qilmay, yengilgina kirgizsangiz juda ham oson ko'char ekan. Shirinligimizni xohishga qarab bezatib olamiz. Bu shirinlikni bemalol mehmonlarga qo'yishingiz yoki mehmondorchilikka olib borishingiz ham mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.